Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana Kavanski lolalarimiz burchalari uzungina bo'lib buni gullashdi. Ba'zi birlar hali mayda kichkina. Mana shunday gullashdi. Bugungi qor ta'sir qilibdi bunga ozroq. Mana shunaqa bo'lib. Endi hozir oftob ketyapti, shuning uchun bular yopilyapti. Oftobda ochilgan edi. Mana hozirgi holati gullar. Mana shu shaklda. Nima o'zbekcha? Ochilganlari negadir o'zbekcha rangda ochilgan. Menga har xil rangdan qilib berdim deb olmish xil deydilar. Lekin hammasi rangi o'zbek ochilyapti negadir. Bunisi ham o'zbekcha. Lekin chiroyli ekan o'zbekcha bo'lsa ham. Shunaqa o'zbekcha ochilishyapti. Burchalari ham uzun. Qisqacha. Hozircha ochilganlari shu lolalardi. Bir qator video ko'rsataman. Mana shunday ranglarda, mana shunday bo'lib ochilyapti hali. Ochilmoqda hali. Hammasi ochilmagani yo'q, lekin mana shunday shaklda, mana shunday ranglarda ochilyapti. Bularning yonida qulupnay Kavanski sortdan ekkan edik. Bular ham hay sovuqdan yaxshigina chiqdi. Eslaringda bo'lsa, bu klubniklar ustiga ko'rpalar yopib tashlagan edim. Mana asrab qoldik sovuqlardan. O'zi yopmasa ham bo'lar ekan, hech narsa qilmay ekanda klubnikka. Hayman yopib qo'ydim. Yam-yashilgina turibdi mana. Nasib bo'lsa, shu yil hosilga kiradi bular. Hosilni ko'ramiz, sizlar ham. Hosillaridan yeymiz birgalikda nasib bo'lsa inshaalloh. Klubnikchalar. Bir pishtaga mana shunaqa qilib ekib tashlardim. Klubniklar. Bir qator klubnik ekdim bu yerga lola bo'ldi. Ikkita qatorni yana o't bosib ketgani uchun tozalab joyachasini olib qo'ydim. Yana gul ekamiz nasib bo'lsa. Gul ko'chatlarimizni shu ikkita qatorga ekamiz azizlarim. Bu yerda giatsintlar. Mana qishda sovuq deb oluvdim, kungi sovuq deb qaranglar. Qovga hech narsa qilmagan. Qovda sovuqga ham hech narsa qilmagan bu gulga. Shundaygina turibdi mana giatsintlarimiz hammasi. Mana shu bir pushta to'la giatsint. Mana bunisidan liliyalar chiqyapti. Mana qaranglar liliyani. Hozir sizlarga sal kattalashtirib ko'rsataman. Ana liliyachalarimiz chiqyapti. Giatsint bu tarafli liliyachalar. O'sha ona liliyalar ekan shekilli chiqib bo'lgan. Giatsint. Binafshalarni ko'rsatib qaranglar mana. Mana shunday bo'lyapti, mana katta bo'ladi nasib bo'lsa bular. Mana shu shaklda. Gulini katta ochsin ko'rsataman yana. Hali endi gullayapti-da bu. Kichkinagina hali. Bu qatorda endi mana bu qator to'la giatsint, shu qator to'la, mana shu qator bir taraf giatsint, bir taraf polniy liliya. Mana bu qatori atirgul. Yana mana bu yerlarda ham atirgul. Bultur ko'rsatgan atirgullarim mana shu yerlarda. Buni shu yil bultur noyabrda kuzda ekkanman. Bularda bultur bilan gullagan atirgullarimiz. Ko'chatchalarimiz
O'sha atagulli ko'chatlarni ko'rsatib boryapman-ku. Mana qaranglar, ko'chatlarni holatiga hech narsa qilmagan. Barglarini yam-yashilgina bo'lib turibdi. Nasib bo'lsa, ko'chat so'raganlarga atagul ko'chatlarga bularni to'g'irlab tayyorlab beramiz. Azizlarim, atagullar hech narsa qilmabdi kungi sovuqlarga. Atagullarimga ham ko'chatlar ham mana yaxshigina holatda turibdi. Atagul ko'chatlar. Bularni ham qaranglar, holatini yaxshigina turibdi. Mana nomlar qaranglar, barglarini qaranglar. Gala barg qilibdi bular. Atagul ko'chatlarim. Bular ham mana. Bular atagullarimiz. Bularga hech narsa qilmabdi. Kungi sovuqlarga sovuq bo'lib ketadimi deb qo'rqib turdim. Yo'q, hech narsa qilmabdi. Mana bularga ham hech narsa qilmagan. Kungi sovuqlar lekin mashiga ta'sir qilibdi-da. Qaranglar. Mashiga ikkita-uchtasi qilib qolganiga mana sovuq bo'lib ketibdi bular. Qarishni yuvib qolibdi. Rosa chiroyli sovuq edi-da bular esas. Bularning ustini yopmabman-da. Xullas azizlarim, gul ko'chatlarning hammasini ustini yopdim. Bularnikini bir kun o'tgandan keyin yopman. Birinchi sovuqqa qaranglar, mana ta'sir qilganda ko'chatga qaranglar, chunki bular hali to'liq ildiz otmagan edi, lekin barg chiqarayotgan edi. Ko'tak qilayotgan edi. Birinchi kun yopmagan hisobga shuncha mana qarishni yuvib qolganlar hammasi o'sha sovuq bo'lib ketgan bular. Faqat mana bu yashil bo'lib qolganlarigina qolgan bular. Lekin bular eng zo'r chiroyli sortlar edi. Hay, nasib qolganiga ham shukr qilamiz endi. Boriga. Shu qolganlarini tarbiyalab olamiz, bolalarga o'stirib. Lekin sovuq bo'lib ketibdi, mana qaranglar. Yomon sovuq bo'lib ketibdi. Bunaqa sarg'ayish umuman yo'q edi-da men ko'chatlarimning ichida. Shu sovuq juda yomon ta'sir qilibdi, mana qaranglar. O'sha qolganlarida yo'q endi birontasida, lekin mana shularga yomon ta'sir qilibdi shu sovuq. Chunki bular qishi bilan bular usti yopiq bo'lgan, bular shu nima sovuq haroratga moslashmagan. Shuni hisobiga bular sovuq o'tadi azizlarim. Mana shundoq qilib olib tashlab bularni olib tashlamasam baribir foydasi yo'q. O'sha ketgan bular, tamom bo'lgan. Endi sizlarga mana shuni ichidan qolgan deb o'ylayotganimni ham ko'rsatsam sizlarga. Mana. Bismillah. Ay, chiqarishim qiyin ekan-ku. Buni ham yerda tagi sovuq o'tdi, lekin mana qaranglar. Kamerada tiniq ko'rinmayapti-yu, lekin buni ham sovuq o'tdi. Sovuq o'tdi bularga. Bularning qolgani kam, menimcha bo'lsa ham. Lekin mana qishda ham umuman ustini yopmaganman. Umuman ham yopmaganman. Boyagi atagullar hammasini ko'chatning ustini yopdim. Umuman ham yopmaganman. Hamma bular ketibdi. Mana shularga ko'p ta'sir qilmadi sovuq. Mana shu atagul ko'chatlariga. Qaranglar, mana barg qilib yotibdi-da. Bittasini olib ko'rsammikin? Juda qattiq ekan. Mana yashili. Bismillah, bismillah yo'qdi. Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Bu o'sha ildiz otib bo'lgan ekanda mana. Shuning uchun mana qaranglar, o'sha sovuqqa o'rgangan, chidami oshgan. Shuning uchun bunga sovuq umuman ta'sir qilmagan. Qanday mana. Oppoq mana tomochalar chiqargan. Nega kamera keyinga xiralash ekan-a? Shuni hech tushunmadim. Kamerani ko'rsa xiralashadi negadir. Lekin mana shu oppoq mana ko'zga ko'rinarli darajada oppoq bu ildiz hammasi.
Xullas, ildiz otibdi bu. Уже otib bo'lgan. Salgina emas, otib bo'libdi уже. Tomorchalari bor уже buni. Mana shu oppoq tomorchalari bor. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana tiniqlashdi. Mana shu oppoq tomorchalari bor уже buni. Bularga mana yam-yashil barq qilganidan olib ko'rsatdim sizlarga. Bunga hech narsa qilmabdi bularga. Bundan 2-3tasi bo'lgan, xayr. Bu lekin hech narsa emasdi, 2-3ta. O'sha ko'pchilikning ichidan. Xullas kalom bular ildiz otgan, hech narsa qilmagan bularga. Xo'sh, mana shu yerda mana bular xrizantemalar. Bularni bultur ko'rsatganmanmi, yo'qmi? Nasib bo'lsa bu yil gullaganda video olib ko'rsataman bularda xrizantemalar. Bu yerda globus ham bor, xrizantema nima buketni sortlar ham bor bu yerda xrizantemalarda. Mana shunday qilib bir qator qilib ekib qo'ydik bularni. Bir ikkita qog'ozchalar bor ekan bu yerda, hozir uni ham tashlaymiz. Mana shundoq qilib bunisi nartis. Bu gulimiz nartis. Mana shunoq. Mana shunday xrizantemalar, yog'ida atirgul, yog'ida yana atirgul, mana bu tarafida ham xrizantema. Bular sariq buketni xrizantemalar bular. Bularni ham rasm video qilib ko'rsataman. Bu taraf bedazor, boyagi ekinlarning joyi qaranglar. Yam-yashil bedazor bo'lgan. Mana shundoq bo'lib. Mana shundoq kelganda, xullas.